bir nechta sabzilar qoldi va bu sabzilarni olish kerak va bu sabzilarni olgandan keyin juda ham nerealniy joyga boraman, chunki всем привет do'stlar, sizlar bilan men Jak MK va Jakland kanalidansizlar va bir nechta sabzilar qoldi va sabzilarni olaman. Bugun hokim mashina olgan ekan va bu mashinani ko'rishga hamda sabzavotlarni topshirishga boraman. Shuning uchun tezroq harakat qilishim kerak va tezroq bitkazsam o'zimga ham yaxshi bo'ladi. Eng nerealnisi, hokim qanaqa yo'l bilan pul topgan va bu pullarni qanaqa usulda topgan, hammaga qiziq bo'lsa kerak, qanaqangidir ish qilsa kerak. Chalg'amaymiz, undan so'rab ko'ramiz va bu po'lat ekinlarni olsam tezroq boraman va bularni ham ekib qo'yish esdan chiqibdi va bu hokim ham garaj ham qurdirmoqchi ekan aytish bo'yicha va bu garajlarni va bu pullarni qayerdan topadi? Shunchaki tezroq bo'lsam, u garajlarni ham ko'raman va bu ekinlar juda ham ko'p, ekinlarni ham ek dedi va bu juda ham ko'p ekin ekan. 3 ta holi tamom qilindi va 3 dan 1 qismi qilindi. Yana 2 qismi bor, shuning uchun kech ham bo'lmoqda. Tezroq ekish kerak va hokim buncha pullarni qayerdan topganiga qiziqdim, lekin men ham qila olsam juda ham zo'r bo'lardi, chunki mashinalar olaman. Bu kartoshkalar urug'i tugadi, deyarli unchalik yetmas ekan va juda ham kam ekan. Endi sabzilarga o'taman. Sabzilar ham juda ko'p ekan kartoshkalarga qaraganda, chunki sabzilar juda ham ko'p o'ssa kerak yoki qanaqangidir tushunarsiz, xullas. Nariga ekinlar ham bor va bu ekinlar ham pishgan ekan va bu ekinlar tayyor yetilgan, ya'ni pishganda kerak. Buncha qishloqni qanaqa qilib rivojlantiradi va bu daromadlarni qayerdan topadi? Bu hokimga hayron qolish kerak. Va bu ekinlar ham tugadi. Birni kessang mingni ek deganday bularni ham ekib qo'yish kerak. O'sib tursa hokimni yana ta'minlayman, ya'ni o'zi yana marta oladi kerak. Hozir BMWchani ko'rishga boramiz. BMW X3 bo'lsa kerak, adashmasam va narigi tarafdan bormaymiz. To'g'ri borsak kesib chiqmasi. Mana aylanib chiqdik va mana bu juda ham nerealniy BMW ekan va bu BMWchani nomeri yo'q ekan, ya'ni yangi salondan chiqargan bo'lsa kerak. Juda ham dahshat ekan, menga yoqdi, lekin sabzilar juda ham ko'p ekan, ya'ni yig'ishtirishni bekor tan olgan ekanman. Shuning uchun buncha sabzini yig'ishtirish ham o'zi ham bo'lmaydi va juda ham vaqt ketyapti, lekin nerealniyda. Hokim lekin juda ham yaxshi mashina olgan ekan va omadini bersin, lekin qanaqangidir yo'l bilan olgan bo'lsa kerak va bu garajni ham qurish juda ham qiyin bo'lsa kerak. O'zi narsalarni ta'minlayman dedi va eng zo'r qishloqdagi eng zo'r uylardan ham zo'r bo'lish kerak dedi va bu zo'r qurish uchun mana shu mashinani tagiga qursak kerak va bu mashinani chekkaroq qolish kerak va haydab ko'raman. Juda ham nerealniy bo'lsa kerak va ichi ham salon ekan, yangi turgan ekan va bu nomerni nimaga olmaganki, hayron qolish kerak. BMW eng zo'rligi o'zi dunyoga ma'lum, chunki drift bo'yicha eng zo'ri va tezlik bo'yicha ham juda ham drift bo'yicha juda ham yaxshi bo'lsa kerak va hozir boramiz va ertaga kelib mashinani olib joyiga qurib kelamiz va hokimni eshigi ochiq ekan va yopib qo'yib ketamiz. Ishdan juda ham charchab ketgan bo'lsa kerak va esdan chiqqan va bu narsalarni ham joylashtiramiz. Allo hokim, ertaga boraman. Bo'ldi, ertaga kel. Unda ertaga boraman, короче. Tezroq uxlash kerak va uyqum kelmayapti. 2000 years later. 200 yil o'tib mana uyg'ondim va mana juda ham ajoyib tong bo'ldi va endi borish kerak va eshikni ochib yopib qo'yaman va borib hamma joyini tekshiraman va ostini ham kavlash kerak ekan va hozir kavlashga tayyorlanyapman. Mana keldim. Mana hamma narsani tayyorladim. O'zing olasan, короче. Menga sabzi va boshqa po'lat ekinlarni ber. Mana beryapman.
hozir berdim. Uruq shart emas. Uruqda bermaydi. Mayli tursin. Bo'ldi, turadi. Mana juda ham ko'p narsalar. Bu narsani qayerdan olding? Sen ishing bo'lmasa, sen ishni bitkaz. Bo'ldi. Unda bitkazamiz va juda ham vanvechani kichikchasini haydab ko'ramiz va endi mashinachani ichiga o'tirib ko'raylikchi. Juda ham ajoyib ekan va skorostlari va hammasi joyida. Endi bir kichkina arpaga silchitib ko'rdik va oldiga ham juda ham yaxshi ekan va driftni ko'ramiz va orqaga haydab to'g'riga olib ko'ramiz. Yana unchalik boshqarish oson emas ekan. Mana o'sha orqaga ketdim va endi rulni to'g'ri burib aylantirib olaman. Juda ham drift bo'yicha yaxshi ekan va mana bu chayqalish, ya'ni siljishi juda ham ajoyib ekan va mana to'xtadi va orqasidan izlari ham qolib ketdi va juda ham ajoyib mashina ekan. $2000 yo 200 2 milliard dollar bo'lsa kerak. Mashinaning eshigi uncha yopilmas ekan, ya'ni yopib bo'lmadi, o'zi yopib bo'lsa kerak va ishni boshlayveramiz va nima kerak? Narsa kerak emas. Unda uzoqroq o'tirib tur. Mana shu yerdan mashina uchun joy qurishim kerak. Menga qarab o'tirman va juda ham taylashga to'g'ri keladi. Hamma joyini o'zi titilmoqda va qochib ketdi. Hozir mashinani olib ustiga haydasam, keyin merdan juda ham yaxshi gap eshitaman. Shuning uchun tezroq mana bu joylarni qazib olish kerak va anchagina kavlab bo'ldim va bu loylarni keyin nima qilishni bilmadim va bu loylarni nima qilsam qilaman va qishloqlar juda ham bugun aktivga o'xshaydi, ya'ni faolga va chunki hammasi ko'chaga yuribdi. Merning mashinasini ko'rgani kelgan bo'lsa kerak va shu mashina tarafga yuribdi. Mashinani olib ketmasa bo'ldi. Buncha pullarni mer qayerdan topdi, lekin unga bilmadim-u, aytmadi. Keyin bilib olamiz. Avval u aytgan narsalarni qurish kerak. Mana bu tayyor bo'lib qoldi. Anchagina loy ketdi. Keyin taylarni va ustlarini cho'tki qilib berish kerak ekan va tayyorlashga kirishib ketdim. Qanaqangidir ulug', lekin turaversa mayli, hech kim kerak emas ekan. Aytdim-ku, kerak emas edi merga. Shuning uchun taylab ketgan bo'lsa kerak. Bu urug'larni boshim ko'raman, lekin turgani hech narsa emas va bu yerdan yaxshilab uy qurish kerak va 64 talik blokni olib qo'yamiz va endi urug'ni tekislash kerak va bu tekislash unchalik yoqmaydi va bu eng yomon asabni buzaydigan narsasi, chunki mana bunaqa bloklar tepagacha qoladi. Mana shu eng yoqmaydigan tarafi hisoblanadi va bu bloklarni endi tursin, yana shunaqa qilaversam ko'tarilib qolaveradi. Shuning uchun tezroq pastana qilib olish kerak, ya'ni boshqa joylarni birinchi boshqa joyini qilib olgandan keyin u blokni olaveraman. Juda ham ko'p blok bergan ekan. Menimcha baqanaga ham qo'ysa kerak. Shuning uchun ko'proq bergan bo'lsa kerak dekrech. Mana shu bloklar juda ham ko'p ekan. Men lekin qattiq qildi, chunki yaxshi blok bermadi. Mana bu blok unchalik sifatli emas. O'z biladi, lekin juda ham bloklar ko'p, qanchagina, lekin baqana yaxshi bitsa kerak. Chunki shlaka blokdan, ya'ni boshqacha bloklar bo'lgan va mana bitdi va ichlari ham cho'tki, ya'ni chiroyli bo'ldi. Mana mer ham kelib qoldi. Mana shu yerga mashinani qilib kel. Hech qayerni qilmang. Unda bo'ldi. Olib qo'yaman va endi yana bir mashinani haydashga o'taman. Beg'ini ochaveribman va qanday o'tib bo'lmayapti mashinani. Endi o'tirib yana haydaymiz. Eshigini ochib qoldi va eshigini yopish kerak. Mana yopildi va qayerdan kelishini bilmadim. Ko'l hovuz bor ekan. Ularning orqasidan boramiz. Bu yerdan chiqmayapman. Ularning orqasidan borishga majbur bo'lyapman. Yoqdan borib bo'lmaydi, o'ng tomondan uchinchi tomondan borishga to'g'ri keladi. Uyimning orqasidan borish kerak va bu yer juda ham kichkina ekan. Chiqmaydi va hozir juda ham
yaqin bo'ldi. Ham уже tekstdan kontrol qilish kerak. Tekstlashga kerak. Yana kerak. Ana bo'ldi va endi kiritish kerak. Bu ham kontrol emas va sekin parkovkada to'g'rilaymiz va juda ham qiyin bo'ldi. Mana yana orqaga borib yana to'g'rilab qo'ydim va endi tushsam ham bo'laveradi va mana tushdim. Tik ochiq tursam ham mer o'zi to'g'rilib bo'ladi. Mana bu yerni salgina urib oldim. Mayli. Mer men ketdim. Ayna yaxshi bor. Bo'ldi. Endi shuncha yaxshi mehnat qilganim uchun ham yaxshi bor deydi va endi salgina kompyuter ishlataman va endi bekorchilik uchun va hammangizga xayr. Keyingi videoga ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bo'lishga yordam bering.